Bet. Endi unaqa qilmayman. Qilaver, yarashibdi, zo'r bo'pti. Ha? Ha. Endi qilmayman. Men просто to'yga nima sovg'a qilsam ekan, kelin bilan kuyovga deb keldim-da. Bitta mashina sovg'a qilsam ekan, uyda quruq chang bosib yotibdi mashinalarim. Kelin kuyov qiynalmasin deb kelinga bir chiroyli mashina sovg'a qilsam ekan deb keldim. Ha. Bitta mashina sovg'a qilaymi ekan deb keldim. Gentrami? Mashinangiz bormi? Sovg'a qiling. Bor. Mashina bor. Kelinga sovg'a qilaman. Kelinga sovg'a qilaman. Kelinga sovg'a qilaman. Judayam mahkum ekansiz, lekin mashina beraman deyapti do'stlar. Da, mashina beraman. Endi kelin O'zbekistonga qachon kelishini kutamiz. O'zbekistonga kelsa mashina sovg'a qilamiz kelinga. Sizni Olmaotaga kelyapti deyapti-ku. Men borayotishim shart emas-ku. Mashina O'zbekistonda-yu. Olmaotaga kelib, ana u qiz bilan ko'rishadi deyapti-ku. Yigit tiktoker bo'ladi. Hozir ovozingizdan javob, ovozingizni o'chiraman hozir Sardor aka. Yigit tiktoker bo'ladi. Yigit xiyonatchi bo'ladi. Yo, Ular bilan gaplashib keladigan bo'ladi. Unaqa bo'lmaydi. Yigit tiktoker bo'ladi. Qizni chin yurakdan sevadi. Qiz afsuski nadomat ila katta bir somsa bo'ladi. Bo'ladi. Yigit somsachi bo'ladi. Qiz somsa bo'ladi. Yigit boyvachcha bo'ladi. Yigit xiyonatchi. Yigit qancha sevsa ham qiz baribir ko'zi pulga to'ymasdan, yigitni sevgisini qadrlamasdan o'zini arzon bir she'rlarga sotib ketadi. Qiz ana shunday somsa bo'ladi. Arzon she'rlarga sotmadimi? Qimmat she'r-ku. She'r biz uchun arzon, endi sizlar uchun qimmat bo'lishi mumkin. Biz har doim urib yurgan narsamiz bu. She'r uchun xiyonat qilmadim-ku men. Prosta salom soldim. Prosta salom solish qanday qilib yaxshi ko'rgan yigiti bo'lib turib, sevgan yigiti. Akalarga salom solmaymanmi? Aka Qodir sizni akangiz-ku тоже. Ali Bonatam aka. Ali Bonat ham akangiz misol. Prosta o'yin qildik-ku endi.